Assalomu alaykum. Germaniyada yangi Audi'lar narxi siz uchun ham qiziq bo'lsa kerak. Agar qiziq bo'lsa, videoda biz bilan birga qoling. Avtobus kanaliga xush kelibsiz. Men ismim Abdulaziz. Audi'ning diler sifatidagi yangi Audi'larning narxlari bilan tanishib chiqamiz. Ular narxlarini ham dollarda, ham o'zbek so'mida ko'rsatib o'taman. Videoni pastida ko'rib turganingiz birinchi mashinamiz Audi A3. Narxi 40 ming yevro. 40 ming yevrolik mashina. Hop. 150 ot kuchiga ega. Benzinda yuradi, avtomatik korobka. Euro 6E standartga javob beradi. Hop. 40 minglik mashinani ko'ringlar, mana. Yangi Audi A3. Bu Audi'ning boshlang'ich modellaridan bittasi. A1, A2, A3. Mana uchinchisi bu. Undan keyingisi ham qora rangda. Bu ham Audi A3. Sportback S-Tronic. Bu narxi qimmatligidan ko'rib turibsiz. 75 ming, qariyb 75 ming yevro. Buning sababi qimmatligini bu sportli mashina, ya'ni fokus qilaman, 400 ot kuchiga ega. 2,5 litrlik motori bor, benzinda yuradi, avtomatik. Buni ham Euro 6E standartiga javob beradi. Bu sportivni varianti A3 ni. Sportivniligi mana diskalardan, oldindagi buferlardan ko'rinib turibdi. Atrofini aylanib ko'ramiz mashinani. A3 ni sportivni variantini. Videoda yaxshi ko'rinyapti deb o'ylayman. Xo'p. Bu RS3 varianti, to'g'ri. Audi'ni bilsangiz sport variantlari RS bilan yoki S bilan belgilanadi. RS eng kuchlisi. Mana bu yog'iga RS3 deb belgilab qo'ygan. Mana bu esa shu Audi A3 ni oddiy varianti, RS siz. Ko'ryapsiz, narxi 2 barobar farq qiladi. Buni 40 ming degan bo'lsa, buni 75 ming degan. Qarib 2 barobar farq qiladi sportli varianti. Endi shunaqa kichkina mashinaga tasavvur qilavering. 400 ot kuchi. 400 ot kuchida mana shu mashinani haydash tasavvur qiling. Qanchalik darajada rosa tez yura oladi, ham razgon, ham tez yura oladi. Bundan keyingisi ham Audi A3 ga o'xshayapti. Yaqindan olib ko'ramiz. Uzr, yo'q, bu Audi A5. Gibrid varianti. Hop, mashinani ot kuchi 300 ot kuchiga ega bu ham. 2 litrli motori bor. 2 litr motordan 300 ot kuchiga chiqarish qoyil, lekin shunga erishgan bo'lsagan nemislar. Hop, qarang, narxi 90 ming yevro. 90 ming yevro. Audi A5. Audi A5'lar ham Audi'ning sportli variantlariga kiradi, lekin 200 ot kuchini sportli demagan bo'lardim. Ko'rib turgan variantingiz universal varianti. Undan keyingisini ko'ramiz. Xo'p. Audi S5. S5 narxi 89.990, ya'ni 90 ming yevro. 367 ot kuchiga ega. 3 litrli motori bor, benzin, avtomatik. Xo'p, buni ham to'liq ko'rinishini yaxshilab ko'ramiz. S5 universal variantda e'tibor qilgan bo'lsangiz, ko'pchilik ko'rayotgan mashinalarimiz atrofda umuman Yevropada, Germaniyada universal modellarni nemislar, nafaqat nemislar, balki Yevropaga yaxshi ko'radi, chunki juda ham ko'p nima deydi, narsa tashisa bo'ladi. Rosa oilaviy avtomobil. Xo'p, undan keyingisiga o'tamiz. Undan keyingisi esa A3. Bu ham Sportback. Xo'p, narxi 44 ming yevro. 150 ot kuchiga ega. 150 ot kuchi. Oldin ko'rgan modellarimizga o'xshagan sportli bo'lmasa ham, lekin bunaqa kichik mashina uchun 150 ot kuchi ancha kuchli. Xo'p, undan keyingi modelga o'tamiz. Bundan keyingi model SUV, ya'ni Jeep variantda. Bu Audi SQ5. SQ5
Xo'p, 367 ot kuchiga ega. Narxi ko'rib turganingizdek 104 ming yevro. Xo'p, aytgancha buni yonidagi narxga qarasangiz, oylik narxini qo'ygan, ya'ni har oy 600 yevrodan to'lab mashinani olsangiz bo'ladi. Bu lizing narxi ekan. 600 yevro lizing narxi, ya'ni lizing olmoqchi bo'lsangiz. Albatta lizing olganingizdan keyin buni qaytarib berishingiz kerak. Xo'p, mashinani men ichlarini sizga ko'rsatishga harakat qilaman. Yaxshi ko'rinmaydi hozir. Yaltirab, yaxshi ko'rinmayapti afsuski. Orqasini ham ko'ramiz. SQ5 ni. Xo'p, bundan keyingisi esa mana bu Q5 Quattro. Quattroni bilasiz. Polni prividni, ya'ni 4 tala ballon ham tortadi. Xo'p, Q5 ni o'zini narxini ko'ramiz. Gibrid ekan bu. Hozir ko'pchilik chiqayotgan yangi mashinalarni bilasiz. Benzinli mashinalar ko'pchilik gibrid. Xo'p, Audi Q5 Sportback 300 ot kuchiga ega. Sotib oladigan bo'lsangiz narxi qariyb 90 ming yevro. Agar lizing oladigan bo'lsangiz, lizing narxi 500 yevro. Mana ko'zimga yana bitta avtomobil tashlandi. Boshqa bir Audi. Mana bu yerda mana bu oq o'ralgan Audi. Bu sotilgan ekan. Xo'p, o'zini asl rangi ko'rsangiz, ko'k bilan fioletoviy qo'shilgan rangi. Sotilganligini qayerdan bildim? Mana bu yerda nemischalik yozib qo'yibdi. Dieses Fahrzeug ist bereits verkauft und wird in Kürze an unseren Kunden ausgeliefert. Xo'p, bu avtomobil uje sotib bo'lindi va tez orada egasiga yetkazib beriladi deb yozib qo'yibdi. Eshigini g'alati yopib qo'yishdi. Men bunisiga tushmadim. Nega bunaqa qilib eshigini bir tomondan ochib qo'yganlarini. Salonni ko'rsataman desam, xo'p, sizga ko'rinib umiddaman, lekin baribir mana bu reflektor qaytarib yaxshi ko'rinmayapti, afsuski. Xo'p, bu kattaligidan bu Audi 5 ga o'xshayapti. Audi 5. Afsuski uning narxini qanaqa modelini ko'rib bo'lmaydi, chunki o'ralgan mashina Q5 yo SQ5 bo'lishi kerak. Bundan keyingisi esa, xo'p, Audi A6 ga o'xshayapti bu. Audi A6 bo'lishi kerak, ya'ni Audi A6 to'g'ri. Xo'p, orqalarini qarang. Orqa oynalar tonirovka qilingan. Boshqalarga e'tibor bergan bo'lsangiz, boshqa mashinalarni ham hammasi orqalari tonirovka qilingan. Uje zavoddan shunaqa chiqayotgan bo'lishi kerak standart holatda. Xo'p, Audi A6 ning narxini ko'ramiz. Qancha ekan? Audi A6 Avant TDI. Xo'p, TDI bo'lsa, demak bu dizel bu. Dizel motorlarning oxirida o'sha nomini, mashina nomidan keyin TDI qo'yadi, ya'ni dizel motorligi uchun. Xo'p, 219 ot kuchiga ega. Dizel avtomat. Perdachasi avtomatik. Euro 6E. Xo'p, narxini ko'rib turganingizdek, qarib 100 ming yevro. Agar lizingga olaman desangiz, 1049 yevro lizing narxi. Hop, ichi ko'rinyaptigan umiddaman. Zo'r ko'rinmayotgan bo'lsa ham yaltirayapti. Xudo xohlasa bu avtomobillarni men yaqinroqdan ichlari bilan, atroflari bilan ko'rsatishga harakat qilaman keyingi videolarimda kanalda. Xo'p, bundan keyingi Audi'larni ko'ramiz. Mana bu yerda ham yana parkovkada turibdi. Bu o'zi Audi'ni dilerstvasi juda katta dilerstva emas. Kichkina ham emas, lekin o'rtacha kattalikdagi dilerstva. Xo'p, bu SUV 5 ga o'xshayapti, Q5 ga. Narxini ko'ramiz. To'g'ri, bu Audi Q5 SUV. Xo'p, ko'rib turganingizdek narxi 70 ming yevro. 204 ot kuchiga ega. 2 litrli motori bor, benzin, avtomat korobka, lekin 2 litrli motor, 200 ot kuchiga ega mashinaga 70 ming. Bunaqa katta mashina uchun 200 ot kuchi ozgina kamlik qiladi. Chunki bu mashinani massasi bor, 200 ot kuchi ozgina kamroq. Bu mashina uchun
Endi gavdasi uchun. Buni qaranglayapti. Rosa chiroyli rangda. Ya'ni qanaqa rang deb tasvirlasam buni? Gilos rangda. A5 ga o'xshayapti. Yo A5 yo uzr kechirasiz. Q3 ga o'xshayapti. Q3 bo'lishi kerak. Yo'q, bu ham Q5 ekan. Q5 ekan. O'zini ko'ramiz atrofini. Rosa chiroyli mashina ko'rishidan. Xo'p, Q5 ni bu Sportback varianti. 96,997 ming euro. U yoq bu yoq bu ham 100 ming euro yaqinlashib qoladi narxi. Agar lizing olaman desangiz 1029 euro lizing. 367 ot kuchiga ega, 367 ot kuchi rosa juda ham yaxshi bu mashina uchun. Bemalol avtobanda katta tezlikda haydayman desangiz yoki umuman razgo olaman desangiz zo'r yaxshi. Ancha kuch, 3 litrli motori bor, benzin. Hop, korobka perdachasi har doimgiday avtomatik. Undan keyingi variantimiz bu ham yana SUV variant. Hop. Q5 dan ko'rasiz, Q5 dan ozgina kichkinaroq. Bu Q3 bo'lishi kerak. Hozir ko'ramiz. Mana Q3 ekan rostdan ham yozib qo'yibdi mana. Hop, narxi 61 ming euro. Lizing narxi 609 euro oyiga. Avtomobilni 204 ot kuchi bor. 2 litr motori bor, benzin, avtomatik korobka perdacha. 200 ot kuchi Q3 uchun bu uchun ham ozgina kamroq. 250, 230 bo'lsa avtobanda yaxshi, rosa tez yurib, katta tezlikka ham bemalol qiynalmasdan chiqadi. Xo'p, mana shu Audilar edi. Bundan boshqa atrofda yana boshqa Audilar bor, ko'rib turganingizdek. Böyle yana bittasi bor ekan. Mana bu oqni ham ko'rib qo'yaylikchi. Ustida narxi yozilmagan. Hop. Bu ham sotilganga o'xshayapti mashina. Chunki narxlari hech qayerda yozilmagan. Audi Q3 ga o'xshayapti bu oq mashina. Xo'p, sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan videom shu edi. Audilar mana ko'rdingiz. Narxlarini o'zbek so'mida va dollarda ko'rdingiz. Video sizga qiziq bo'ldi degan umiddaman. Siz bilan Abdulaziz bo'ldi. Avtozbek kanaliga obuna bo'ling. Germaniyadagi avtomobillar, Germaniyadagi umuman shofirlik hayoti haqidagi videolarni shu kanalda sizlar uchun tayyorlab boraman. Rahmat.